O'g'lim, bular seni tuzatadi, qo'rqma. O'g'lim, xavotirma, chidab tur ozgina deyapman. Endi ichimdan o'tgan o'zim bilaman. Go'dakkina bolam shundaygina qiynaldi. Yana tushib, dorilar olib kelyapman-da. Olib kelyapman. Keyin shuna bola qo'yib, besazdan hushidan ketdi, olib shuni yo'lga tushdi. Nafas olmay, yurak urmay qoldi. Qisib nafas berishni boshladi. Men aytdim, ey Alloh, har kiraman Allohdan so'rab namoz o'qiyman. Xudo qayta. Boya ishon bo'lgan dumka tushib qoldi. Mana shu o'tiribdi. Keyin temperaturasini o'lchadi dedi. Bolani kim qabul qilgan? Abdurahim Murodilla degandir. Bolani holati qanaqa bo'lgandi kelgan vaqt? Endi u kishi qabul qilgan, og'ir bo'lgan ahvoli. Keldi deb qabul qilgan, keldi deb. Bolani ahvoli og'ir bo'lganmi? Temperatura baland bo'lgan. Bekir kelmaydi-ku. Buni temperaturasini tushiringizlar dedik, tushirmadi. Keyin osmani qo'ydi, bu reaksiya berganda, reaksiyaga qarshi qildarib beruvdi osma. Endi ustini yirtdidagi pichoq bilan yirtib hamma joyini ho'l qilib tashladi. Asos qilguncha tilini tishlatib qo'ydi-da. Bola sizlar shilankani tishlayman dedi. 5-yanvar kuni soat 10larda yuragi to'xtatib xabar keldi ichkari. Soat 12larda olib chiqdi. 24 soat bolani tepasida turdim. Mana shu 25 kun uyimga kelgan bo'lsam, mehmonga ikkita bolam bor, inam bor. Mehmonga ina yaxshimi? Bolalarim yaxshimi deb shu so'rab ketaman. 2026-yil 15-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan kelib tushgan murojaat jamoatchilik e'tiborini yana bir bor hududdagi tibbiy xizmat sifati masalasiga qaratdi. Murojaatda keltirilishicha, 8 yoshli Ozodbek Chiroqchi tumanida tartibsiz va noto'g'ri amalga oshirilgan tibbiy muolaja oqibatida vafot etgani aytilmoqda. Ushbu holat aholining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Murojaatchilar nafaqat ushbu holatdan, balki Chiroqchi tumanida tibbiyot birlashmasidagi umumiy ahvol ham achinarli darajada ekanini ta'kidlashmoqda. Ularning bildirishicha, bemorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar talab darajasida emas. Tibbiy muassasalarda sanitariya holati, jihozlar va xizmat sifati jiddiy savollarni uyg'otadi. Eng e'tiborlisi, murojaatchilar o'z da'volarini video tasvirlar orqali isbotlagan. Bu videolarda tibbiyot muassasasidagi nosoz infratuzilma, tartibsizlik, bemorlarga e'tiborning yetishmasligi yaqqol aks etgan. Bu esa muammo yakka bir holat emas, tizimli kamchiliklar mavjudligidan dalolat beradi. Bir bolaning hayotdan ko'z yumishi ortida mas'uliyatsizlik va beparvolik turgan bo'lsa, bu holatga befarq qarab turib bo'lmaydi. Tibbiyot inson sog'lig'i bilan bog'liq eng nozik soha. Undagi har qanday loqaydlik og'ir oqibatlar olib kelishi mumkin. Jamoatchilik Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasidagi holat yuzasidan ochiq, xolis va chuqur tekshiruv o'tkazishini, mas'ullar faoliyatiga aniq baho berilishini kutmoqda. Aks holda bunday achinarli voqealar takrorlanishi va ishonch yanada susayishi ehtimoldan xoli emas. Assalomu alaykum, hurmatli Haqiqat ovozi kanalining kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Biz bugun Chiroqchi tumani Jar mahallasiga kelganmiz. Bir 8 yoshli go'dakni o'limi bilan bog'liq masala. Xonadon vakillarini ta'kidlashiga qaraganda, shoshilinch tibbiy yordam xodimlarini yo'l qo'ygan xatolari noto'g'ri o'tkazilgan muolaja natijasida vafot etgan degan vajlar keltiryapti. Shu bilan bir qatorda Ichki ishlar vazirligi, prokuratura xodimlari, Sog'liqni saqlash vaziri mazkur holat bo'yicha rasmiy munosabat kutib qolamiz. Marhumning yaqinlariga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Men Jarmafiyda yashovchi, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Jarmafiyda yashovchi Abdumo'min Bobomurat bo'laman. Jabrlanuvchi marhum Ozodbek Abdumo'minovning otasiman. O'g'lim Ozodbekni 9-dekabr kuni maktabda davomati bor, o'qib, sog'lom, yaxshi yurgan bola.
10 dekabr kuni shu ertalab temperatura qilgani sababli inam dori paracetamol dorisini ichirib temperaturasi tushib yaxshi o'ynab qoldi. Keyin maktabga borma bugun o'zim men sen sababli qilib qo'yaman deb o'g'limni maktabdan olib qoldik. Keyin shu orada singlisini suv chechak chiqqanligi sababli o'zini lichinasi bor edi-da. Keyin abitdan keyin shom payti shuni ukkallatgani olib borganda o'g'limni ham mindirib oldik. O'g'limni yana shu temperaturasi chiqib ketmasin degan maqsadda. Keyin o'zimizni bu yerga mahalliy doktorga olib bordik, Anvar aka degich-ka. Anvar aka vizitga ketgan ekan, bir kasal ko'rgani. Keyin tibbiy yordam Chiroqchi tuman tibbiy yordam shoshilinchga olib bordik. U yerda o'z oyog'i bilan yurib bordi. Oddiy holat, bunday bezovta bo'lgan yo'q edi. Keyin navbatchi vrach kim edi ismi? Bahriddin akaga kirdik, navbatchi vrachga. Bahriddin aka shunday ko'rdi-da, buni dedi oshqozoni buzilibdi bolani dedi. Boshqa hech qanday lishni narsa yo'q. Men aytdim, yaxshilab ko'ring. Yo'q, oshqozoni buzilibdi prosta dedi. Keyin bir ikkita dori yozib berdi. Endi dorisini tushunmadim. Aptekaga bordim, oldim, keldim. Keyin muolajaxonasiga o'tinglar dedi. Muolajaxonasida bitta opa bor ekan, ismini bilmayman. Osmonni quydi. Osmon ukkal ekan. Keyin dummadan bitta qusuq qoldiruvchimi, shunday ukkali bor ekan. Keyin osmonni 10 daqiqada ikkita osmonni quydi. Qo'yib bo'lgandan keyin qo'yish davomida bola lavlarini bunday qilib junjugib, iti junjugayapti. Men qo'lini ushlab ko'rdim, o'g'lim qanday, yaxshimisan dedim. Qo'li yaxdi. Opa dedim, buni temperaturasi bor. Dedim, buni dedi sostav bor ichida, temperaturasini tushiradi dedi. Men ko'nglim keyin xotirjam tortdi. Boshda o'sha bolani olib kirgan vaqtda muolajadan oldin haroratini o'lchadimi? Yo'q. Katta doktorga bizlar yuzlandik. Nimaga o'lchamadingiz shu payt desa, yo men unda apparatim yo'q dedi. U dedi, Mistralda bor. Mistraga nimaga o'lchamading desa, bilmayman dedi. O'zidan oq qochar. Keyin shu orada temperaturasi bor dedim, lekin shu payti ham o'lchab ko'rmayapti. Men aytganimdan keyin ham ta'kidlayapman, temperaturasi bor dedim. Yo dedi, sostav bor, tushiradi dedi. Keyin xotirjam qoldim. Keyin osmonlar tugadi. 15 minut, 20 minut filmni endi soat qaraganmiz, yotdik. Odam ko'p, 3 yoshli, 2 yosh, oylik bolalar ochirad orqamizda turibdi. Men hijolat. Keyin bolam dedim, men ham sal tushunaman, yurgizmayinda dedim, ko'tarib olib mashinaga olib borib uyga olib ketdi. Lekin doktorlar mana отдельный palataga o'tdi, yot, 2 soat yot demayapti hech kim. Hamma o'zi bilan o'zi. Keyin oldimda mashinaga olib tushdim. Bir qadam yurgizganim yo'q. Bola shu olib tushishimda menga shunday quchoqlab menga isinyapti-da, bolada varaja bor. Men aytdim, endi dori ta'sir qilsa tushar deb olib tushdim. Keyin ikkita tabletga ichadigan dorisi bor edi. Shuni olay deb bir 20 metr aptekaga shunday bordim. Onasi chopib keldi. Dada, o'lingiz dedi, dadasi dedi, shu qaltirab yotibdi dedi. Yana shunday ko'tardim. Shu olib chiqdimda men aytdim, buni nima qilib qo'ydilar? Nima bo'ldi bunga? Ukkallar ta'sir qildimi? Yo'q, qilmami deb shu ma'noda so'radim. Reanimatsiya xonaga o'tkazing dedi. Shunday borsak, Murodillohxon doktor bor ekan. Ishonbo dedim, buni dedim, shu olib borishni o'zi aytibman. Temperaturasini bir tushirak, badanni suvlaydi. Yo'q dedi, bolani o'ldirasan dedi. Birinchi kirishimda aytdim. Yo'q dedi, mana palancha pustoncha dori dedim, shunday yozib berdi. Chop dedi, chop borib kelyapman, borib. Undan keyin ham o'lchamadi haroratini. O'lchagani yo'q. Keyin bular deyapti, reaksiya deyapti. Dobaya osmaga reaksiya berib qolsin deydi. Ittachi olib ketib qolgansan deb menga aytayapti. Endi yerda o'zi olib ketmasangiz, ustingizga odam chiqib ketadi. Keyin ancha vaqt o'tdi-da oradan, olib ketishimga bo'lgan vaziyat. Keyin Ijombo dorini yozyapti, olib kelyapman, yozyapti, urayapti. Bola bilan har kelganda muloqot qilib turibman. O'g'lim, qandaysan, yaxshimisan? Ha, dada, yaxshiman. Shu qaltiroq bor-da, varaja. Keyin o'g'lim, bular seni tuzatadi, qo'rqma deyapman. Dummasidan o'kkal uraman deydi, men bitib qarayapti bola. O'zi qaltirab, qo'rqyapti, iyna kirishiga qo'rqib mana qarayapti. O'g'lim, xavotirma, chidab tur ozgina deyapman. Endi ichimdan o'tgan o'zim bilaman. Alloh bilan o'zim bilaman. Keyin o'g'lim chidab tur dedim. Keyin yana tushib dorilar olib kelyapman-da. Olib kelyapman. Umuman foydasi bo'lmayapti. Boyaga to'g'ri lichina bo'lsa, bola bemalol qo'yirib, oyoqlarini uzatib,
Dadam men endi uxlayin deydigan vaziyat bo'lmayapti. Shu azobda ko'zi tortyapti. 5-6 o'kkallar urilyapti. Ko'zi tortyapti. Keyin Ozodbek yaxshimisan o'g'lim desam, ha yaxshiman, lekin atvet qilib turibdi shu azobda. Keyin doktor aytadi, "Voy" deydi, "Gapirma, uxlasin bola." Ijonbod dedim, bu uxlamayapti. Bu dedim, bilsangizlar nima bilan hushidan ketyapti bu dedim. Siz uxlayotgan bolani men ham bilaman dedim. Tinchgina uxlayotgan bolani, hushidan ketayotgan bolani farqlayman men ham dedim. Yo'q dedi, bezovta qilma deyapti. Keyin Ijonbod dedim, badanni suvlay. Yo'q dedi, o'ldi. Shu men bilan bo'ldi u. Meni badan suvlatmadi. Keyin shuna bola qo'yib bilsangizlar hushidan ketdi, olib shu yo'lga tushdi. Nafas olmay, yurak urmay qoldi. Meni o'zim ko'zim bilan shunday qarayapman, men shar qimillamay qoldi. Endi men doktor emasman. Boyagi baloncha, nima bir bola, endi o'zini otini aytdi, shu qisib nafas berishni boshladi. Men aytdim, "Ey Alloh, har kiraman Allohdan so'rab namoz o'qiyman, Xudo qaytar. 2 rakat nafil namoz o'qib, boshimni yerga uraman. Xudo qaytar. Qaytib kelaman, nima bo'lyapti? Dori yozar, yana chop tushib kelaman." Keyin boyagi baloncha ham foyda bermayapti. Keyin boyagi Ijonbod ana shu dumkaga tushib qolgan. Mana shu o'tiribdi. Keyin temperaturasini o'lchadi dedi. O bilsangizlar bu bo'lgandan keyin. Shunday temperaturasini o'lchasa 42 daraja. O'zi termometrda joy qolmayapti. O'z ko'zim bilan ana shu guvohlik beradi o'zlari ham agar. Shunday 42. Shunday pichoq olib keldimda o'zim ularga ham aytmay shu ittara qilmabman deyman. Shunday kiyimini pichoq bilan yirtib olib tayladimda, badanni abdushlab, yaxlatib suvladim. Keyin yana 2 minutdan keyin shunday temperaturani ko'rdik, 38 darajaga tushgan ekan, bola mustaqil o'zi nafas olishni boshladi. Hayotga qaytdi. Xudo dedim, o'zingga shukr, alhamdulillah, endi yaxshi bo'lib ketishga umid qilyapmiz. Keyin doktorlar chaqiryapti, boshqa bo'lyapti. 3 kunda o'ziga keladi bu holatda, 7 kunda o'ziga keladi bu holatda, 14 kunda keladi bu holatda, 21 kungacha keladi deyapti. Endi Alloh bilguvchi deb endi Allohdan umid qildik. 25 kun komada yotdi. Faqat og'irga, minusga ketyapti. Bizga ko'nglimizni tinchlantirish uchun yaxshi bo'lyapti. Yurak urishi yaxshi, davlinasi yaxshi, nafas olishi yaxshi. Minusga ketyapti-da. Keyin endi shok holat bizlarda shu 10-kunmi, 9-dejur kunida bir Bahodir navbatchi Bahodir aka doktor shu asos qiladi-da uni. Endi balg'amni mustaqil chiqarib olmaydi-ku. Asos qilguncha tilini tishlatib qo'ydi-da. Bola sizlar shilankani tishlayman deyapti. Qo'ymaydi. Hali shilankani tishlab ola. Shu iyagini bosdi-da, piramid tomoqqa tiqamadi. Shuni tiquvdi. Va iyagini qo'yib berdi, til chiquvdi, tilini tishlab qoldi. Bola ko'garib ketdi. Tilim qorayib ketdi-da. Quloqlargacha qizarib ketdi. Aka tilini tishlab qoldi. Bir amilib jani ayirib olamiz. Keyin yana bola minusga ko'zlariga dog' tushib ketdi. Ko'zlari oqchiq, og'ida qora dog' paydo bo'ldi, qon qo'yildi-da. Keyin yana 3 kundan keyin yana shuni dejuri. Bahodir aka dedim, endi shunday ehtiyot bo'lib qarab chiqaylik, endi bugun siz dejuringiz. Doktorlar shu bugun dejuri o'tsa bo'ldi, o qizig'i yo'q, tuzalyaptimi yo minus ketdi. Ikkinchi kuni yana shuni dejuri kuni yana tishlatib qo'ydi. Tilda shunchalik tishlagan, endi birinchi kundan ham kuchli. Doktorlar o'zi ayrilmadi, keyin o'zim Xudo dedim, mana shu 2 joyda kamshik tishi bor edi, yosh bola-ku, tish tushgan. Shaga qo'lim kirib qoldi. Xudo deb shu tortdim, bir amilab tishini ayirib oldim. Yana bola orqaga ketdi. Shu Bahodir akani dejurda. Boshqa doktorlar allab-allab olyapti. Shu kamshik tishigidan tiqadi, keyin shu ko'zimga yosh bilan shunday chiqdim, akam kelib qoldi. Yana o'sha holat sodir qilgan vrachni smenida bo'lyapti. Xud bitta vrachda bo'lyapti. Bitta vrachda bo'lyapti. Keyin shu yig'lab shunday chiqdim, Xudo dedim, bolam minusga ketdi. Akam kelib qoldi. Nima bo'ldi, uka? Shu Bahodir aka shunday tilini tishlatib qo'yyapti bolamni. O'zi komada yana tupikka ketyapti, miyaga udar beryapti. U keyin Samarqand ham aytdi. Bu dedi, qayta miyaga udar bergan ekan dedi. Keyin shunday keldim, akam aytdi, doktor bor, endi siz doktorsiz, malakangiz bor, bizlar oddiy odamsiz. Shu akkuratni shuni nima qilib, odamgarchi mehr bilan qilsangiz, akam shuni tashqari olib chiqdi. Men xudo emasman, deyapti. Akam xudo bo'lish shart emas, unga mehr berish kerak bolaga. Mehr xullas o'zini oqladi. Keyin
19-kuni yana shuni dijuri. Yana shuni dijuri komaga tushganga 19 kun bo'lganda. Yana shu azob qiynayapti. Lekin tilini tishlatmadi, asos qilyapti. Bola ingrab, mana qo'llarni yig'ib kelib, ya'ni olaman. Qo'l og'izga kelyapti, ishlangan olishga. Kallalarni g'ichirda mana qilyapti. Xudo burunidan tiqyapti, og'zidan qiynalib shu 19-kun shunday tong attirdik. 20-kunga o'tib bola juda spokойнab qoldi. Tixa. Yuragim asos qilyapti, keyin bu dijur almasdi-da. Keyin Sanjar doktor shuni asos qilyapti, shilankani ham tishlamaydi, og'iz ochilib qoldi. Shu asos qilyapti, men ajablanyapman-da. Xudo, nima bu? Chustut yo'qolyapti-da, sezmayapti. Shuni bemalol oldida keyin bola tixa, yurak urishi yaxshi, lekin umuman bezovtalik yo'q. Ingrash ham yo'q. Yotdi. 20-kuni bo'lyapti. 20 komaga tushgan 20-kun bo'lganda keyin soati 10lar bor, 11lar bor edi. Endi muolaja qilib, ukkala olyapti. Men ham sherda, onasi sherda o'tiribmiz. Shunday bolani lav ko'garib yomon bo'lib kelyapti-da. Keyin palancha doktor ukkala urish kerak, buni aytyapti, mistrlar uryapti. Keyin bola o'zi nafas olmay qoldi. Boya xuddi 1-kundada yana baloncha. Soat 11-12 dan ertalab 8 gacha ana shu doktor mashtub nafas berib o'tirdi. Apparat yo'q. Apparat yo'q. Ana shu bechara oltasiga rahmat shu doktorni. Lekin bolani bering doktor bu, men ham sizga yordam beray. Ko'zim ochdi, lekin ana shu ittalabgacha olib o'tirdi. Keyin bu akamlar hammasini triyoga qilib chaqirdim. Keyingiz bu vaziyat og'irlashib qoldi, shunday dedim. Keyin akam keldi ertalab vrach almashyapti. Vrach almashguncha ham dijur ana shu boya kechqurun dijur Sanjar doktor havo nafas berib turibdi. Keyin bu deydi reanimatsiya hollarida apparat nafas berguvchi apparat yo'qmi deb glavvrach bilan katta so'rashib, oxiri apparat topib keldik. Pastdan kattalar reanimatsiya xonasidan apparat topib keldik. Apparatga ulandi. 20-kuni soat 10larda ulandi. 21-kuni shu 31-dekabrdan yangi yilga o'tar kechasi soat 1gacha shu apparatda turdi. Keyin Samarqandga olib ketishga majbur bo'ldik. O'ta og'ir holatda. Endi umid bilan Samarqandga olib ketdik. Chasni boya platni uskori bilan olib ketdik. Shunda hamma sharoit bor. Xuddi boyagi apparatlar bor ekan. Shu nafas berib, shu videolari bor, uni ham olib ketgan kunimiz. O'ta og'ir holat. Keyin olib ketib Samarqandga olib bordik. Inson ham bordi. Yaradi bola. U payti 1-2-kun undan 70 barobar bolani sostenasi zo'r edi. Shu payti bizga javob bermayapti. Shtobi sizlar o'ldirib olasan, mana bir 100 metr yurmas bola o'lib qoladi deb biza qo'rqityapti. Endi bizlar bolamiz endi sabab bo'lib qolmaylik, yotganda yaxshi degan g'ulg'ula tushib qoldi ishimizga. Shuning uchun yotsin endi doktorlar bir nima bilar deb yotqizib turaverdik, endi qo'zg'atmay. Oxiri majbur bo'ldik, keyin olib bordik. Doktorlar birdan miyani apparat qildi, tomografiya qildi, keyin rentgen qildi. Shu holatda qilib ketyapti. Doktorlar shunday endi malakasi zo'r ekan, shu bolani shu holatda rentgen o'tdi, 3 ta apparatdan shunday o'tkazdi, reanimatsiya xonasiga chiqardi. Bolani deyapti 200% kech olib kelgansizlar deyapti. Anvar doktor dejur ekan. Anvar doktorni o'zini ham olib ko'rsatdik. 200% kech olib kelgansizlar. Bola dedi 1 soat, balki 2 kun, balki 5 kun, balki 1 oy, 1 yil yotadi, lekin dedi o'zgarish bo'lmaydi. Qo'ldan kelgan harakatni qildik, o'zimiz doktor olib chopdik. Shunday vaziyatlar o'tdi-da. Endi bu yog'ini akam o'zi shug'ullandi, doktorlar bilan men bolani oldida turdim. Qanday doktor olib kelgan, hammasiga akam chopgan. Akam nima qilgan? Vafot etganiga bolani necha kun bo'ldi? 5-yanvar kuni soat 10larda yuragi to'xtatib xabar keldi ichkarida. Soat 12larda olib chiqdik. Morgga kirgizdi. Morgga ham kirib bordim. Men aytdim, "Tiymanglar bola." Keyin soat
birlarga yaqin mashinaga ortib olib keldim. 3:30da janozasi o'qildida, 3:30 turklar atrofi janoza o'qildi. Bolani joyiga qo'ydik. 5-kuni shu asr vaqtida qo'ydikda. Bunga qadar tergovga qadar tekshiruv bironta ichki ishlar xodimi, huquq tartibot idora organlari kelib holat bo'yicha bironta bir tushuntirish so'rovnoma o'tkazdimi? Yo'q. Kelmadi. Endi men akamlar shu tergov bo'yicha akamlar shug'ullan, lekin meni oldimga ham birov kelgan. Men 24 soat bolani tepasida turdim. Mana shu 25 kun uyimga kelgan bo'lsam, mehmonga ikkita bolam bor, inam bor. Mehmonga ina, yaxshimi? Bolalarım yaxshimi deb shu so'rab ketaman. Boshqa mehmonga ham kelganda emas. Shu bir so'rab o'tib ketaman. Bu hech kim kelgan yo'q biz oldimizga. Prokuratura ham yo boshqa bir tergov masalasi. Hozir gapingizni bo'laman. Ko'rib turibmiz, o'sha tez tibbiy yordam markazidagi holat juda ham achinarli, gigiyenaga rioya qilmagan holatda yetarli o'sha meditsinskiy o'sha anjomlar yo'qligi, bundan tashqari o'sha hokim kelib, prokuror, ichki ishlar xodimi holatni ko'rdi. Undan keyin misol uchun o'sha joyda shunchalik achinarliligini ko'rishib, bironta bir hozir vafotdan keyin kelib bironta bir xodim vafotdan keyin shu davolash jarayonida qatnashgan doktorlar bir ikkitasi keldi. Shamsiddin keldi. Shu aybdor shaxslar boshida Bahriddin doktor bilan keyin 4-5 kundan keyin Murodillohxon kelib bir pataq qilib ketdi. Uzr so'raymiz, bizlar xato qilib qo'ygan bo'lsak. Men aytdim, Alloh bor, men nima deya olmayman dedim. Shu Alloh kechirsinlar, men o'sha dastlab больницаga tushgan kuni bola bilan birgamidingiz? Ha, bilaydim. O'zini oyog'imni ham yurib boruvdi. Bitta doktor shunday kirdidagin osma yozib berdi. Osmani oldi, osmani olayam qo'lim achidi dedi. Keyin men aytdim, qarangizlar bunga dedim. Ya hech nima qilmay, hamma dastabi ishida dedi. Keyin bo'ldi, 1 soat, 10 minutda ichida 2 tani qo'yib berdi. Shunda sharillatib. Keyin bu ko'p ketyapti, qarangizlar dedim. Yo'q, hech nima qilmaydi. Temperaturalarini ham tushiradigan ukkallari bor ichida dedi. Ha dedikdan qarab turdik zalda. Keyin bo'lgandan keyin shunday ko'tarib chiqdi. Ko'tarib chiqib mashinaga mindirdi. Keyin yana aptekaga darpari olgani chiqdi. Birdanga chaqirib oldik. Chaqirganimizdan keyin shunday ko'tarib anaga olib bordi. Remisga. Keyin ishonman ham bitta odam, bitta doktor turgan ekan, birdanga buni temperaturasini tushiringizlar dedik, tushirmadi. Keyin osmani qo'ydi, bu reaksiya berganda, reaksiyaga qarshi qildarib beruvdi osma. Endi ustini yirtdidagim pichoq bilan yirtib hamma joyini ho'l qilib tashladik. Andishlab, ana o'qib, shunda ham o'ziga kelmay, anadan berib yotdi. Men aytdim, bu o'lib qoladi bu dedim. Shu o'zini holati yo'q endi. Yordam beringizlar, chavingizlar dedik. Yo, hech narsa qilmaysiz, ishingiz bo'lmasin dedi. Keyin endi bir o'ldi-da. Bir o'lgandan keyin yana shu anodi beraverdi. O'ziga kelguncha illa-pilla kelib oldi. Men aytdim, bu o'lib qoldi bu doktor dedim. Qo'llaringizdan hech narsa kelmadi dedim. Nima uchun yordam bermaysizlar? Shuncha doktor turibdi dedim. Degandan keyin aytdi, siz aralashmay turing dedi. Biz o'zimiz nima qilsak qilamiz dedi. Keyin o'ziga kelgandan keyin baynagini oldi, osmonni qo'ydi. Temperaturani tushirganda shu bo'laydimi, bo'lmaydimi? Go'dakkina bolam shundaygina qiynaldi. Muolaja vaqtida bolani haroratini o'lchadimi? O'lchab turdik o'zimiz. O'zimiz bitta termometr oldikdagin har minut sayin o'lchadik. Umuman qamillamadim ham. Men aytdim, mana ishonga, mana yerga imirti bor, imirtiga tushiringizlar shuni. 3 marta aytdim, uchovsida ham javob bermadi.
Buni qimillatish mumkin emas. Buni kallasi anavi dedi dagin. Qimillatgani qo'ymadi bitta ham. Men aytdim, men dedim, bu dedim, shundaygina qiynaldi doktor dedim. Buni dedim, qarashmadilaringiz bitta ham dedim. Ko'zini telefonni suvitini jo'g'atdan ko'ziga qaraydidan ketadi. Telefonni suvitini jo'g'aydidan qaradi ketadi. Bizlarga bir nima demaydi. Men aytdim, bunga qarashingiz desam, bilmasam deydi. Nima yetasizlar dedim. Buni bir chetga olib ketish kerak desam aytadi, buni qimillatish mumkin emas. Buni qaytib olib ketasizlar buni deydi. Marhum bolakayning yaqinlari bilan suhbatlashganimizdan keyin biz bevosita ikkinchi tomon, ya'ni o'sha tez tibbiy yordam markazi vakillariga yuzlanamiz. Marhum bolakayning yaqinlari yuqori turuvchi organlardan mazkur holatga huquqiy baho berishlarini va huquqiy yondashishlarni talab qilishyapti. Biz kiramiz bevosita ikkinchi tomon, ya'ni o'sha oq xalat vakillariga mikrofon tutamiz. Ular bizning savolimizga qanday javob berishadi, hozircha bilmaymiz. Endi hurmatli vatandoshlar, albatta biz bevosita ikkinchi tarafga mikrofon tutamiz. Endi ularning javobi bo'yicha rahbariyatga yuzlanamiz. Agar ular hozirgi holat bo'yicha qanchalik nazoratga olishgan va huquq-tartibot organlari tergovga qadar tekshiruv ishlari amalga oshirilganmi, yo'qmi, mana shu savollarimizga javob olamiz. Aynan hozirgi mana o'sha kadr yetishmovchiligi, bu tarafni ham olib qo'ying. Fuqarolar o'chirtdi. Sog'liqni saqlash vaziri bu holat sizni yuzingiz hisoblanadi. Hurmatli Sog'liqni saqlash vaziri axborot xizmati mazkur masalalar bo'yicha rasmiy munosabat. Qachongacha bizni sog'liqni saqlash tizimimiz bunaqa shaklda davom etadi? Yo'lani olib qo'ying. Ko'rishsin o'sha rahbariyat hammasini ko'rib guvohi bo'lishsin. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz Haqiqat ovozi kanalidan. Bizda murojaatchilar bor, bevosita ikkinchi taraf. Sizlar bo'lganingizga sizlarga keldik. Ya'ni bularning murojaatlari bo'yicha sizlarning javobinglar qanaqa? Kesin katta bo'l. Ha, siz bu. Ha, endi to'xtatirdi-da. Nazarov. U sizlarni vakolatinglar. U javob bersanglar, ikkinchi tarafni eshitmading degan gap bo'lmasin, bir material tarmoqqa chiqayotgan vaqt. Hujjatlaringiz bormi? Qanaqa hujjat? Qandaydir hujjatlaringiz bormi? Yo'q, blogerda hujjat bo'lmaydi aka. Ha? Blogerda hujjat bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi bular? Sabab nima? Buni siz tanimasam, bilmasam qanday ona bo'lar? Prezidentimiz ochiqlik siyosatini bilasiz. Xo'p. Konstitutsiya, axborot erkinligidan xabardormisiz? Sizlarda hujjat yo'qmi? Blogerlarda hujjat bo'lmaydi. Blogerlik faoliyati degan narsani o'zi yo'q. Ijtimoiy tarmoqda o'zini blogiga ega bir shaxs, obunachilariga ega shaxs bloger hisoblanadi. U axborot olish, tarqatish huquqiga ega. Qani shu hujjat qani? Bir narsa bormi? Bu konstitutsiya bilan himoyalangan. Ya, ana qani Eldor? Murojaatni nimaligini eshitmadingiz-mi aka? Bilib o'tiribdi, talmosladi. Bilib o'tiribdi. Bilmasam kattamiz keladi, katta bilan bemalol gaplashasiz. Egasi bor bu yerda, ya. Bu yoq kim bo'lib ishlaydilar bu? Zamin Yordamchiman. Mendan oldin bitta yordamchi bor. Kesin gaplashamiz. Sholajur. Kattalar kelsa bemalol gaplashasiz. Bu masala bo'yicha chaqirtirib, uni Usmon To'g'ri har narsani yapib bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, tushundik. O'shaning uchun biz ikkinchi tarafga kelyapmiz. Ikkinchi tarafni eshitmading degan gap ertaga bo'lmasin. Xo'p. Sizlarni ham bo'shit o'zingizlarga yarasha haqiqatinglar bordir. Bularning ham o'ziga yarasha murojaati bor. Birga o'rganib Ishlar bo'yicha o'rinbosar keladi. Bemalol gaplashasiz. Вызываем абонентов. Ochiqmi? So'rayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. Вызываем абонент находится вне зоны обслуживания. Subscribe. Mana hurmatli vatandoshlar, hurmatli rahbariyat, biz aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganingizdek
bir masalani yetarlicha o'rganmasdan ijtimoiy tarmoqqa e'lon qilgansan degan vajlar bo'ladi. Lekin mana bunaqa biz ikkinchi tarafga bevosita quloq solamiz, ikkinchi tarafni eshitamiz deb kelgan holatlarimizda ikkinchi taraf, ya'ni o'sha go'yoki o'zini aybdor his qilgandek bizga kerakli ma'lumotlarni taqdim qilishdan bosh tortadi, telefonlar o'chadi, kerakli mutasaddilarni joyida topib bo'lmaydi va biz majbur bo'lamizki, holatni bevosita yuqori turuvchi rahbariyatga bildirishga. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi mazkur holat bo'yicha huquqiy tekshiruv tayinlashlarini murojaatchilarimiz so'rashmoqda. Endi hozir bizni tushunishimiz bo'yicha tez tibbiy yordam xodimlari bizga kerakli ma'lumotlarni taqdim qilmasligi bo'yicha tushunchaga ega bo'lyapmiz. Bevosita Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur holatni sizga yo'naltiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Tinchmisiz? Biz Haqiqat ovozi kanalidamiz. O'sha kuni bularni murojaati bo'yicha kelganmiz. Bevosita ikkinchi tarafga quloq tutishga majburmizda. Bolani kim qabul qilgan? Abdurahim Murodilla degan Bolani holati qanaqa bo'lgandi kelgan vaqt? Endi u kishi qabul qilgan, og'ir bo'lgan ahvoli. Keldi deb qabul qilgan, keldi deb degan. Bolani ahvoli og'ir bo'lganmi? Temperatura baland bo'lgan. Bekir kelmaydi-ku. Bolan holati, u doktorlar bilan o'qigan. Bolan holati og'ir bo'lmagan. Bo'lmasa u doktor chaqirish kerakmi? Yo'q. Bundayda unday bo'lmagan-da. Siz aka, siz bir narsani tushuning. Men navbatchi doktorman-da. U qabul qilgan doktor boshqa. asos qilganda 2 marta tilini ishlatib, qabul qilgan bex bo'ladi. Ikkita doktor qabul qilgan uni. Bizlar navbatchi doktor. Davlat doktori deyskida qabul qilgan doktor boshqa. Bola o'zini oyog'i bilan yurib kelgan degan ma'lumot berilyapti, shunaqami? Kelgan unda. O'zini oyog'i bilan yurib kelgan. U qabul qilgan doktor bo'ladi. Buni chaqirtiradi. Ya ko'rdimi? Keldi deb ko'rdim. Bahridinmi? Ya Bahridin keladi. Chaqiramiz, o'zi joy beradi. Chaqirtiramiz. Ya anosi bor, videosi ham bor. Bo'ldi, masala yo'q. Otasi bilan qo'l ishlashib keldi. Es hushi joyida. Faqat tutish bilan keldi bizga. Qayd qilish bilan keldi. 3-4 marta qayd qilgan va bolani hech qanday boshqa muammolari yo'q edi. Ota-onasidan so'raganimda isitmasi ko'p bolani emas, lekin shunda biz hamshiraga biz ko'rib maslahatlarni berdi va dorilarni muolajaxonaga tavsiya qildi. Ukol muolajalarni olgandan keyin 5-10 minut endi yotib deyapti. Biz endi buni ko'ra olmadim, kasal ko'p edi. Qaytib yana menga murojaat qilmagan. Keyin shunda pastga tushib ketgan, birinchi qavatga, biz 3-qavatda ishlaymiz. Tushib ketgandan keyin bir 10-15 minut davomidami, 20 minut davomida uni bilmayman, kasal ko'p bizada. Yana qaytib varaja qilib, qaltirab chiqdi. Birdan reanimatsiya bo'limiga olib o'tdik-da, o'sha joyda reanimatsion holatda yotqizildi. Isitmasini men o'zim tekshirib ko'ra olmadim. Oldimda kasal ko'pligi uchun muolajaxonasida termometr bo'ladi, bizda muolajaxonasida o'lchab ko'rish kerak edi. Endi o'sha asosiy oshqozon sistemi buzilishi, o'tkir respirator kasallik bilan tashxis qo'ydi. Faqat qusish bo'lganligi sababli ko'proq mana o'sha ishda muolajalar oldi va 10-15 minut yotgan bo'lsa, keyin bizga qayta murojaat qilmasdan pastga olib tushgan va qaytib chiqqanda qaltirash varaja bilan chiqdi va reanimatsion holatga o'tkazdi, bo'limga o'tkazdi. Undan keyin ham yordam ko'rsatdik. Undan keyin endi reanimatolog asosiy dorilarni yozib bergan, nimaga dori yozgan bo'lsa, men shunday yordam ko'rsatdik, yordamlashtirdim lekin aholiga. U reanimatolog vrachimiz nimaga dorilar bo'lsa o'shada aytib turganda hamshiralar birga yordam ko'rsatdi. Mendan oldinda ketganda ham bolani es hushi joyida bo'lgan, hech qanday bir muammosi bo'lmagan, olib pastga tushib ketgan ota-onasi yaxshiligi sababli. Qayta menga murojaat qilmagan. Keyin yana pastda turib 20 minut o'tirganmi, endi 10 minut o'tirganmi uni bilmayman. Yana qaytib chiqqanda varaja qaltirash bilan chiqdi, reanimatsion bo'limiga birdan o'tkazganman. Bo'lmasam biz holatni bilan murojaat bo'yicha kelib ikkinchi tarafga mikrofon tutyapmiz. Agar nima haqiqat bo'ladigan bo'lsa, gapirsanglar birga chiqaramiz qo'shib. Bundayda siz gazeta muxbirisiz-ku. Men haqiqat ovoz tushundim. Bu yerda u qabul qilgan doktori navbatchi doktor hisoblanadi. U hozir keladi, o'ziga tushuncha beradi. Keyin bu yerda navbatchi Abdurahim Murodilla degan doktor Eshonbo bu kishi qabul qilgan. Ikkita doktor qabul qilgan. Kelgandagi ahvolini ular o'zi biladi. Batafsil ulardan so'rasangiz. Xo'p, mana do'stlar, ko'rganingizdek biz o'sha aynan tuman
tez tibbiy yordam bo'limi u biz borgan joy. Borib o'sha aynan ikkinchi tomonga quloq tutishga harakat qildik. Ko'rib turganingizdek, o'sha ochiqlik siyosatini tushunmagan, ochiqlik siyosatini hali to'la-to'kis tushunib yetmagan xodimlar mavjud. Undan tashqari biz glavvrachni topolmadik, telefonlari o'chiq, bog'lana olmadik. Hozirda tuman hokimligi axborot xizmati bilan bog'landik. Mazkur masala bo'yicha biz izoh berishlarini va rasmiy munosabat so'rab qolamiz. Aka, o'sha kuni siz ham bevosita bola bilan bo'lgansiz. Men bir kun keyingisida bo'ldim. Bir kun keyingisida bo'lgansiz. Holatni o'sha bo'lgan holatlarni, o'sha e'tiboringizni tortgan jihatlarni bizga tushuntirib bering, biz rahbariyatga shu narsalarni bildiraylik. Bo'ldi. Men yo'lda edim shu holatda. Endi bu holat bu kunisiga men boryapman. Bola o'sha komaga tushib bo'lgan. Bola men borganimda o'ta og'ir holatda edi. Men o'sha so'radim, qaysi doktor qaradi, nima uchun qaradi, qanday qaradi degan savollarni berganimdan keyin doktorlarni bir aytdi. Mana shu Murodullo doktor, Bahriddin doktor qaradi. Men o'shalarni chaqiraman deb o'sha hamkasblariga telefon nomerini so'radim. Boshqa qildim. Ular biza bilmaymiz ham, tanimaymiz ham degan gapni qildi-da. Keyin ularni o'zlarini chaqirtirib, o'zimiz nomerini topib chaqirtirganimizdan keyin glavvrach menga aytmaysanmi? Men o'zim topib kelardim-ku degan gapni qo'yapti. Glavvrachga kirmagan kunim qolmadi. Har kuni glavvrachni olib turaman. Doktor normalisini ber. Shtobi bolani qaytaraylik. Bu ikkinchi daraja, bu yozuvchizu ikkinchi daraja. Men bolani o'zini holatiga keltiringlar. Keyin bu holatlar unutilib ketadi. Aka ko'p qolamiz, boshqa bo'lamiz. Bola yo'q dedi, bizlar dedi, unday vakolatga ega emasmiz chaqirishga dedi. Qarshidan keladi dedi, qarshini chaqirib bera olamiz dedi. Qarshidan keladi, boshini ushlab ko'radi, mashinasini kaliti bilan oyog'ini xitqilab ko'radi. Keyin ichkariga kiradi, vrachlar xonasiga. Sizlar tashqarida turib turinglar deydi. Biz tashqarida turib turamiz, chiqib keladi. Endi so'raymiz-ku bolaning holatini. Bola yaxshimi desa, xuddi bizlar majburlab olib kelganda u doktorni taza qilganda istoriyaga yozib qo'yibman deydi. Mana shunday yozib qo'yibman degan gaplarni qiladi. Keyin men ularga ko'nglim to'lmadi. Keyin bir ikkita doktorlarga telefon qildim. Analizda dedi, o'zlaringiz olib analiz qildiringizlar dedi, boshqa joyga dedi. Shahargami dedi, shuncha qildiringizlar dedi. Keyin analizga men aytdim, Do'rashaga aytdim, siydik analiz bilan qon analizini beringlar, men analiz qildirib kelaman dedim. Bular nima qilgan? Shprisga qonni tortib bergan, oddiy shprisga siydik analizni berdi. Biz ukam bilan Sharsavzga bordik. Sharsavzga bordik. Chasn klinikasiga tekshirtirdik. Tekshirtirishimizda boyaga aytayapti, bu nimaga bunday olib keldilaring qonni deb. Birato'la bankaga solib kelmabsizlar dedi. Men aytdim, bu uğraşlar beryapti, tekshirib beradi dedim. Bizlar millionlik apparatimizni buni tekshirtirmaymiz bunga. Bu har xil bakteriyani yuqtirib kelgansiz bunga dedim. Bu tushunib yetmaymi bular? Buni o'zining maxsus kapsulasi bor, shunga solib kelish kerak dedi. Biza bilmaymiz, keldik. Doktorlarga aytsak, biza bilmabmiz, unday qilmabmiz deb ona qilyapti. Bu oddiy shu narsani qilmagandan keyin bizlar u bolani ularga ishonib topshirib qo'ya olmadik-da. Chetdan doktor olib kelamiz. Keldi bir Fatima opa Sofmitdan klinikadan shogirdini jo'natdi. Nevrolog keldi, ko'rdi, bolani prosta ichiga kirib ko'rmadi-da, hamma joyini ko'ryapti. Atvet qaytaryaptimi, yo'qmi, hamma joyini ko'ryapti. O'sha sezyapti-da u ham. Menga aytdim, ochiq ayting menga. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti, doktorlarga ham dakki bering, mana shu narsalarni beribsan, bu noto'g'ri deb ayta olasizmi dedim, ayta olaman. Keyin keldik. Istoriyani ko'ryapti, istoriyani qarayapti-da. Xo'sh, deyapman, antibiotik beribsizlar deyapti. Men bu antibiotik deyapti. Yordam bermabdi. Ikkinchi antibiotikka nimaga o'tdilaring deyapti. Bu bolani immunitetini pastga tushirib, miyaga atyok bergan yana deyapti. Yana udor bergan. Ya'ni mutaxassis o'sha kelgan mutaxassis aytayapti. Bu navbatchi vrach o'sha lom-lum demayapti. 2 yoshar bolaga o'xshab jim bo'lib qoldi. Keyin 3-chi antibiotikka o'tibsizlar deyapti. Oddiy deyapti. Bolani deyapti, sulidan mana so'lakdan olib turib iksalaring deyapti. Qaysi antibiotikka o'lsa shuni qilish kerak deyapti. Bu bolaga deyapti, bu antibiotik o'ta daraja kuchlilik qilgan deyapti. Bola o'sha miyaga atok berib bo'lgan deyapti. Bolani ko'zidagi qorachiq deyapti, miyani dedi, ekrani deyapti. Shunday ko'rsa deyapti, ma'lum bo'ladi deyapti. Miya qanday holatdaligini deyapti. Bularga sal-sal atvet beryapti, o'ta kuchli qarov kerak deyapti.
tozalikka rioya qilinglar deyapti. O'ta kuchli qaror qilinglar deb, bola o'ziga keladi deb. Ma'lum bo'ldi. Keyin bular beradigan onalarni dori-darmonlarni отказ qildi-da, doktor o'zi yozib berdi, boyagi opa. Yozib berdi. 3 kunda уже bola menga ham sezilyapti-da, bola plus tarafga ketayotgani. Уже sezilyapti. Ko'z kipriklari o'ynatib, esnab, aksirib qoldi. Keyin boyagi Bahriddin ko'rganimiz Bahriddin уже keyingi anoda tilini ishlatib, уже minusga qarab ketgani shunday bo'ldi. Keyin doktorning o'zi telefon qildi opani. Boringizlarda dedi, уже ukal ta'siri bo'lish kerak. Bolani ushlab ko'ringizlarda, sekin qulog'iga aytingizlar. Bola qo'li yo ko'zi bilan atbik beradi dedi. Bola sizni eshitayotganingizni bilish kerak dedi. Agar bilsa dedi, уже plus tarafga ketayotgani shu dedi. Bola qo'lini qismayapti-yu, lekin ko'zlarini pirpiratyapti, o'ynatyapti, boshqa qilyapti. Endi bizlar xursand, plus tarafga ketdi уже. Keyin boyaga tilini ishlatgandan keyin yana minusga tushdi. Keyin boyaga Samarqanddan olib kelmagan doktorim qolmadi. Begali doktorda oxirida Begali doktorda olib keldim. Keyin Begali doktor keldi-da, men aytdim, haqiqatni ayting, bu nima bo'lyapti bolaga dedim. Bolani nimaga aytmaysizlar dedi. Ota-onaga dedi. Bola dedi, ertaga o'lib qolishi mumkin dedi. Yo bo'lmasa 1 oy yo 1 yilgacha mana shunday holatda turishi ham mumkin dedi. Agar dedi, bola uyg'ongan taqdirda ham dedi, nogiron bo'lib uyg'onadi dedi. Bu holatda uyg'onmaydi, bola yaxshi holat bo'lmaydi dedi. Nogiron bo'ladi bola dedi, mana shu holatda ketadi dedi. Umrining oxirigacha dedi. Agar dedi, buni dedi antibiotikni keyin ikkita antibiotik yozib berdi. Bitta tabletkasi o'sha bitta urishi 6 million ekan o'sha. 6 million ekan, ikkita urib ko'ringizda miya uyg'otish kerak dedi. 12 million bo'ladimi o'sha? U bizlar o'sha pulni hammasini boyagi bola sarflash, uni turg'izish uchun pulni o'sha bor budimizni sarflab bo'lyapmiz-da. Bular aytmagan, bola bu hozir bunday bo'ldi. O'sha 3-kun o'sha 3 kunda o'sha miyani o'sha hamma narsa qilib bo'lgan-da bular. Ham apparatga qo'yish kerak bo'lgan. Boyagi kompyuterning apparati bor-ku. Bu 1 soat 5 soat mashinada o'tirdim, tong otguncha bizlar tepasida turdik. Glavrachni chaqirib, majburlab chaqirdim. Glavracha boryapman deydi. Bola o'lyapti, seni borishing kelishing kutib o'tirmaydi. Apparat chaqirtir, mana uni qo'yay desa, keyin onodan apparat olib keldik. Pastki katta reanimatsiyaxonadan apparat olib chiqdi, apparatni uladi, o'sha kech bo'lgan ekan. O'sha boshida shu apparatni ulash kerak ekan. O'sha miya spokойно nafas olish uchun boshida ulash kerak ekan u apparatni. Keyin mana qo'liga qo'yadigan davlini o'lchagich bor-ku, yurak uradigan. Shu banisa bo'yicha bittasi buzilib qo'ygan. Pastdagilar so'rayapti, olib ketishimiz kerak dedi. Bola og'ir holatda. Shunga qarab ana berib yotdi. Men aytdim, yo'qmi boshqa dedim. Bu necha pul turadi desam, 100 mingmi turadi dedi. Olib kelmaysan, blok-solok managa qo'yib qo'ymaysizlarmi desam, yo'q, bizda bitta shu deydi. Hozirga endi umumiy biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganimiz juda ham ahvol achinarli. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur holatga jiddiy e'tibor qaratasizlar degan umiddamiz. Chunki biz ko'zimiz bilan ko'rgan narsani siz ham ko'rganingizda edi. Hozirda Yangi O'zbekistonda ayni Chiroqchi aholisiga tez tibbiy yordam tizimi bo'yicha yaratib berilayotgan shart-sharoitlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda edi. Biz o'sha kadrlarni ham ekranda qo'yib o'tyapmiz. Umumiy murojaatimiz bu joyda bizdan keyin boshqa bolachalar bunaqa jabr ko'rmasin. Bunaqa bilimsizlik va o'sha texnika yetishmovchiligi qurboni bo'lmasin degan ma'noda bizga murojaat qilib chiqishyapti. Va holat bo'yicha huquq-tartibot idora organlaridan tegishli xulosa, huquqiy baho berilishini talab qilishyapti. Salomat bo'ling.